Katta oilalar uchun, sizlar uchun bag'ishlangan uyimiz bo'ladi. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temurda joylashgan uyimiz bo'ladi. 8 sotuvdan iborat. Nima uchun katta oilalar deyotganim, bu yerda ikkita chiqadigan zonasi bor. Bu yerda alohida ko'rsanglar, bu yerda orqa tomonda alohida yana bitta uyimiz ikki tomonlama tushgani uchun ikkita devor hisoblanadi. Bu yerdan ham darvozxonasi qilib ketilgan va bu tomoni ham darvozxonasi qilib ketilgan. Hozirgi uyimiz ikki tomonlama tushgan uyimiz bo'ladi. Hozirgi to'liq videoni sizlarga birin-ketinlikda ko'rsatib boramiz. Bu yerda shu aytganimdek, bu yerda kichkina o'zini darvozxonasi va bu yerda eng sentralniy darvozxonasi bo'ladi. Bu bemalol elektromobillar uchun bu yerda zaryadniy stansiyalar qoldirib ketilgan. Bemalol zaryadga qilsanglar bo'ladi. Bu kichkinagina kuxnyasi bo'lib turibdi va bu yerda alohida ko'rgan bo'lsanglar, hozirlarga bu yerda uyimiz ikkinchi qavatga chiqib ketadigan. Bu yerda endi yosh katta odamlar bo'lsa, shu yerda yashasa bo'ladi. Bu tomoni endi yosh farzandinglar bo'lsa, bemalol shu yerga ko'chirsanglar bo'ladi, ko'ryapsiz. Uyimiz juda ham boshqacha qilib qo'yilgan. Sal boshqacha qilib qo'yishgan, ko'ryapsizmi? Bu yerda alohida yana yozgi basseynlar qilib ketilgan. Mana bu tomonni o'sha aytganimdek, bu yerda bemalol ko'chirib qo'yishgan, ko'ryapsiz. Endi sizlarga uy ichini sekinlik bilan ko'rsatib boramiz. Bizlarning bu ikkinchi tomoni bo'ladi. Ikkinchi tomoniga hozir sizlarga birin-ketin sizlarga ko'rsatib boramiz. Bu ikkinchi tomoniga shuni chiqsanglar, hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim deymizda. Bu tomoni endi alohida yana bitta shunaqa xona qoldirib ketilgan. Bu yerda endi yosh katta o'g'il farzandinglar yoki o'zinglar uchun bu yerda yana bitta xonalar qoldirib ketishgan. Ko'rsanglar, bu yerda ham mana bemalol o'zini bu yerda yana o'zini sanuzul qismlari. O'zini bu yerda alohida sanuzul qismi. Hamma tomoni yana bitta shunaqa kattagina xona qoldirilgan. O'zini bu yerda balkonlari. Bu yerda endi bilyard zona qilib qo'ysanglar, haqiqatda o'zinglarni misol uchun o'rtoq farzandinglar bo'ladi-yu, misol o'rtoq farzandinglar emas, o'rtog'inglar bor, misol uchun o'rtog'inglar bilan yig'ilib, bemalol maza qilib ana qilish uchun zo'r joylardan biri. Misol uchun buni ham o'zim uchun emas, misol uchun bu ham bitta mehmonlar kelsa, shu yerda joylashtirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Misol uchun ko'p odamlar misol uchun mehmonlar ko'p keladi o'zini uyiga, qayerga joylashtirishni bilmaydi. Shu uchun bu alohida shunaqa uy qildirilganda, bu mehmonlar kelganda alohida bu bizning uydamiz, misol uchun alohida o'zi uchun sanuzul qismi deysizmi, hamma udobstvolar qoldirib ketilgan. Haqiqatda boshqacha qilib ketilgan. Bu yerda ham xuddi shunaqa xona qoldirib ketilgan. Endi sizlarga u tomonga uyimizga o'tamiz. Sizlarga birinchi qavatiniga sayohat qilamiz. Shuni birinchi qavatga kattagina bo'tni ko'ryapsiz, kattagina xo'l qoldirib ketilgan, katta televizorlar bilan qoldirib ketishgan. Hozirgi birin-ketinlik bilan xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda bizada glavniy sanuzul qismi bo'ladi. Birinchi qavat uchun gastovoy sanuzuli va bu tomonimiz ota-onalar uchun yotoqxonasi bo'ladi. O'zini bu yerda sanuzullari ham qoldirib ketishgan, ko'ryapsiz. Did bilan hamma joyiga qildirib ketishgan. Hozirga endi ayollar sevadigan bu oshxona qismi bo'ladi. Oshxona qismlariga e'tibor bersanglar, texnikalari hammasi importning bo'sh tizimlardan qilib ketilgan. Bu xalqorda ko'ryapsiz. Nimalar qo'yib qo'yishgani? Mazza bittalarga bosib qo'ying. Kofe ichganlar uchun haqiqatda mazza qiladiganlardan biri bo'ladi mana bu yerda. Gaz plita deysizmi, xolodilnik deysizmi, xolodilnik ham eng kattalaridan bo'sh tizimida qilib ketishgan. Haqiqatda boshqa chiqib qo'ygan. Bu yerda endi uyimizda bu yerda ko'cha uchun chiqib ketadigan zonasi, panoramli oynalar. Haqiqatda boshqa qilib qo'yishgani. Yuringlar, sizlarga ikkinchi qavatdagi sayohat qilamiz. Bu uyimiz ikkinchi qavat chiqishi bo'ladi. Ikkinchi qavat va uchinchi qavatga chiqib ketadigan zonasi. Ko'rsanglar, bu yerda endi o'ng tomonimiz bizada bolalar yotoqxonasi bo'ladi. O'g'il farzandinglar uchun yotoqxonasini o'zida bu yerda sanuzul qismlari qilib ketilgan va bu tomoni garderob xonasi qilib ketishgan. Ko'ryapsiz, bu ham boshqacha qilib qo'yishgan va uyimizda bu tomoni bizada balkon qismi, kattagina panoramli oynalarda va keyingi xonalarga ulanib ketilgan. Bu yerda yana bitta ayol farzandinglar uchun yotoqxonasi bo'ladi. O'zini bu yerda yana bitta garderob xonalarigacha qilib ketishgan. O'zlarini bu yerda sanuzul qismlari ham bor. Har bitta xonasini qarasanglar, har bitta xonasini o'zini sanuzul qismi qilib ketilgan. Bu yana bitta plus variantlardan biri bo'ladi, ko'ryapsiz bu tomonni. Bu yana bitta radiyskiy komnata, ota-onalar uchun yotoqxonasini o'zini bu yerda beziy uchun alohida joy qilib qo'yilgan va bu tomoni sanuzul qismi qilib ketishgan. Mana bu endi nima deysiz, bu yerda uyimizda garderob xonasi bo'ladi. Endi katta farzandinglar uchun yotoqxonasi, katta emas, o'zinglar uchun yotoqxona qilib qo'yishgan. Seyfligacha qilib ketgan, ko'ryapsiz. Endi sizlarga 3-qavatni mansardniy zonasi qilib ketilgan mansardniy zonasiga chiqamiz. Uyimizning mansardniy zonasi bo'ladi. Bu yerdan ham to'liqonli foydalanib ketilgan, ko'rsangiz, juda ham katta prostransiya qoldirib ketilgan. Bemalol kinoteatrning joyi deysizmi, har holda hamma narsa texnikalar qo'yib bemalol bu yerda shug'ullansanglar ham bo'ladi.
Ko'ryapsiz. Endi sizlarga podvorga tushamiz. Uyimizni podvor qismi bo'ladi. Podvor qismiga tushganinglarda bu yerda alohida hammasi razdельный xonalar qoldirib ketilgan. Bitta ko'rsanglar bu yerda kattagina xona qoldirib ketilgan. Havo aylanib turishi uchun yana bir xona qoldirib ketilgan. Bu yerda ham ko'rsanglar bu yerda yana bitta juda kattagina xona qoldirib ketilgan. Mana bu tomondan bitta shunaqa, xuddi shunaqa xona qoldirib ketilgan. Ko'rsanglar, bu yerda endi sushilniy xona qoldirib ketishgan. Bu yerda endi bizning отопление tizimimiz bo'ladi. Endi qaranglar, endi uyimiz ko'rdinglar, o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rsanglar, yana ham boshqacha bo'ladi. Endi narxi qancha Ismoil desanglar, narxi boshida obloshkada ham yozib qo'ygan bo'lamiz va o'zimiz ham aytib ketamiz. 1.200.000 deb aytiryapti. Yana kelsanglar, ustiga o'tib beradigan joylari bor. Bemalol o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat.